Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar, barakallohu fikum. Bugun anchadan beri to'xtalib qolgan listening va matn analizi, matn tahlili videolarimizdan davom ettiramiz. Bugungi matnimizni inshaalloh elementary va beginner darajalari uchun qilamiz. Beginner uchun sal qiyinlik qilishi mumkin, lekin men iloji boricha shunaqa tushuntiramanki, inshaalloh beginner bo'lsangiz ham tushunasiz, barakallohu fikum. Lekin asosan bu matn elementary darajadagi ingliz tili o'rganuvchilarga mo'ljallangan. Boshlaymiz bismillah deb. Bugungi matnimizni raqamli savodxonlik haqida matn qildim. Nimaga bunaqa matn tanladim? Bizaga bu hozir juda ham muhim bo'lgan fenomen desak bo'ladi. Bizaga deganda kimga? Musulmonlarga. Faqat yoshlar emas, har bir yosh qatlamlar uchun, musulmonlar uchun texnologiyani tushunish, raqamli savodxonlik juda ham muhim hozir masala bo'lib qoldi. O'shaning uchun mana shu narsa haqida kichkina matncha qilib ingliz tili ma'nosida ham foydalanamiz va umumiy bir-birimizga eslatma qilamiz. Barakallohu fikum. Xo'p, har doimgidek men bu matnni sizlarga birinchi boshidan oxirigacha o'qib beraman. Sizlar so'zlarni, har xil frazalarni talaffuzini yaxshi tushunishingiz uchun boshdan oxirigacha to'xtamasdan bitta o'qib beraman va keyin qo'limdan kelgancha so'zma-so'z har bitta so'zni, har bitta zamonni, har bitta grammatikani, frazani nimaga o'tdi, unaqa ishlatilyapti, buni ma'nosi nima va hokazo so'zma-so'z tushuntirib berishga harakat qilaman va bu matn tugatganimizda siz hech narsani bu matndan tushunmasdan chiqib ketmaysiz inshaalloh. Allohning izni bilan hamma narsani tushunib tugatamiz. Barakallohu fikum. Tushunarli? Xo'p, bismillah deb bunda matnni o'qishni boshlayman. Today, many people use computers, smartphones, and the internet every day. These are important tools for work, study, and sharing ideas. Muslims should also learn how to use them. This is called digital literacy, knowing how to use technology in a safe and smart way. A digitally literate Muslim can write emails, search for Islamic knowledge online, join online classes, and protect their personal information. These skills help in both deen, meaning religion, and dunya, worldly life. Technology is a gift from Allah that can be used for good. Muslims can teach others about Islam, learn useful skills, or even run a halal business, all with the help of digital tools. But if a Muslim does not know basic things about technology, like how to open an email or use a document, this is not something praiseworthy. In today's world, we must not fall behind. Using technology with hikmah, meaning wisdom, helps us protect ourselves from harm and use our time well. Digital skills are now a need, not just a choice. When Muslims use technology with purpose and care, they become stronger and more helpful to the ummah, meaning Islamic nation or Muslims overall, all the Muslim nation, right? All right. Mana shu bizani bugungi matnimiz edi. Endi kelinglar bitta-bitta gapma-gap, so'zma-so'z tarjima va tahlil qilishni boshlaymiz. Today nima degan ekan? Today bugun degani. Today bugun. Bugun qanaqa? Many people use computers. Juda ham ko'p emas, prosta ko'p. Juda ham degan so'z yo'q bu yerda. Shunchaki ko'p odamlar, people nima degan ekan? Odamlar, people. Many nima degan edi? Ko'p. Ko'p odamlar use ishlatmoq. Ko'p odamlar ishlatishadi kompyuterlarni. Bu tushunarli, computers. Bitta narsani aytib ketayim, mana shu computers so'ziga tegishli bir ikkita nuqtalarni qaranglar. Amerikanslar computer deb talaffuz qiladi. Computer bu mana shu TER harflarida ketma-ketligida flap T degan tovushni qoidasi bor Amerikanslarning aksentida. Computer deydi. Lekin siz bu computer deshga qiynalyapsizda, computer deb talaffuz qilsangiz xatomi? Yo'q, xato emas. Britanskiy aksent bu. Britanskiy aksent xato emas. Aytsangiz bo'ladi. Computer. Siz ham xato emas. 100% to'ppa-to'g'ri, hech kim sizga hech narsa demasligi kerak. Tushunarli? Computer, farqi yo'q.
etsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa talaffuz qilsangiz bo'ladi, tushunarli? Yana bitta narsa, computer deganda, qaranglar, O'zbekistonda ko'pincha kompyuter deganida nimani tushunamiz? Katta protsessori, Winchester bor, bitta yonida unaqa turadi, korobka turadi, ichida cooler aylanadi, motherboard, ya'ni materinskaya plata va hokazo, chip hammasi o'sha nimaning ichida, uni monitorga ulab qo'yadi, klaviatura отдельный bo'ladi, mishka отдельный bo'ladi. Mana shuni kompyuter deymiz va bu to'g'ri kompyuter bu, lekin notebook bo'lsa, notebook. Uni kompyuter emas bu notebook, mana buni kompyuter deb aytamiz. Yo'q, o'zi ingliz tilida bu ham kompyuter deyiladi, tushunarli? Computer deyiladi. Agar sal farqlamoqchi bo'lsangiz, mana bunisini, ya'ni o'sha Winchester bor yo'larini, misol uchun desktop computer desangiz bo'ladi. Desktop. Top nima degani edi? Top tepasi cho'qqisi degani yoki ustida degan ma'no beradi. Tushunarli? Ustida. Desktop degani mana shu partani ustida turadigan kompyuter, nimadir ustida turadi-ku. O'sha Winchester, protsessor, keyin monitor отдельный turadi-ku, to'rtburchak katta anaqasi bo'ladi, monitor bo'ladi. Mana shuni desktop computer deydi. Tushunarli? Desktop computer nima derkan? Desktop computer. Desk nima degani edi? Parta. Top ustida. Значит, partani ustida. Tushunarli? Notebookni bo'lsa, bu ham kompyuter, uni laptop deydi. Laptop. Tak, topni tushundik, lekin lap nima degani? Lap degani, mana misol uchun hozir men sizlarga turib ko'rsatib olgan son qismi bor-ku oyog'idan son qismi. O'sha lap deyiladi. Qaysi qismi ekan? Son qismi. Oyog'ingiz soni lap deyiladi. Ko'pincha shu notebooklarni oyog'ini ustiga qo'yib ishlatib o'tirgani uchun laptop deydi. Tushunarli? Son ustida ishlatiladigan kompyuter deganday ma'noda, tushunarli? Laptop. Demak, xulosa, kompyuter deganda ham desktop, ham laptop tushunilar ekan. Tushunarli? Ikkalasi ham kompyuter, faqatgina desktop emas. Laptop ham, desktop ham kompyuter bo'ladi. Mana shu narsani farqlab olishinglarni xohlagan bo'lar edim. Xo'p, keyin aytyapti smartphones. Smartphonelar hozir hammamiz ishlatayotgan telefonlar, smartphone deyiladi, aqlli telefonlar. Nimaga aqlli? Chunki smart degani aqlli, phone degani tushunarli, telefon degani aqlli telefon. And the internet. Hozir ko'p odamlar ishlatishadi kompyuterlarni, telefonlarni, aqlli telefonlarni va internetni every day. Bitta narsaga e'tibor beringlar, internet so'zi ishlatganda deyarli har doim mana shu aniq artikelni qo'yishingiz kerak bo'ladi. The internet, tushunarli? The internet. Bu aytganimda internet deb talaffuz qilsa bo'ladimi buni? 100% bo'ladi, hech qanaqa xato yo'q. Internet desangiz bo'ladi. Internet deyishga sal qiynalayotgan bo'lsangiz hozircha. Every day ni yozgan. Endi bitta narsaga e'tibor berib ketamiz, birodarlar, barakallohu fikum. Every day. Hozir bizning matnimizda every day so'zi alohida yozilgan. Alohida yozilgan, bitta joy bor, every day. Birga yozilsa bo'ladimi? Qaysi bir to'g'ri? Alohida yozish to'g'rimi yoki birga yozilish to'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Javobini aytaman. Ikkalasini ham o'zining o'rni bor. Every day. Alohida ham birga ham yozishning o'zining o'rni bor. Tushunarli? Qaysi biri qanaqa ma'noda unda? Ba'zida buni misol uchun aytaylik, dushanba, chorshanba, juma birga yozib, seshanba, payshanba, shanba отдельно yozsam bo'ladimi? Keyin yakshanba kuni o'zim xohlaganim, Yo'q, unaqa emas. Every day agar отдельно alohida yozilsa, har kuni degan ma'noni anglatadi. Nima degan ma'no ekan? Har kuni. Masalan, I sleep every day. Men har kuni uxlayman. Tushunarli? Yoki I go to work every day. Men har kuni ishga boraman. I teach English every day. Men har kuni ingliz tilida dars beraman. Tushunarli? Mana shu har kuni every day alohida yoziladi. Birga yozilsa-chi? Birga yozilsa har kungi degan bo'ladi. Tushunarli? Misol uchun I have everyday skills. Misol uchun menda har kungi mahoratlar bor. Yoki you need to tell me about your everyday habits. Har kungi odatlaring haqida menga aytib berishing kerak. Tushunarli? Har kungi degan ma'noda. Sifat har kungi, har kuni qilinadigan degan ma'noni bo'lib qoladi birga yozilsa. Tushunarli? Farqi katta, shuni bilib olinglar. Ayniqsa insho yoki boshqa narsa yozayotganingizda mana shuni xato yozib qo'ysanglar, juda katta qo'pol xatoga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun barakallohu fikum ehtiyot bo'lamiz. Keyin aytibdi. These are important tools for work, study and sharing ideas.
Yaxshi. These are nima degani? These are degani bular degani. Bular. Tushunarli? This is bu degani bo'lsa, birligi mana. This is birligi bo'lsa, buni ko'pligi these are bo'ladi. Mana bular important tools. Tool degani instrument degani, tushunarli? Important nima degani ekan? Important so'zini ham important deb talaffuz bo'ladi, muammo yo'q. Important tool degani muhim instrumentlar. For work, ish uchun, for degani uchun, ish uchun. Study, for study, bu ham for study ham tegishli, for study, ya'ni o'qish uchun. And sharing ideas. Sharing ideas nima degani? Share degani ulashmoq degani. Bir paytlar men maktabda o'qib yurgan paytlarimda share it degan ilova bo'lardi. Share it. Ya'ni Wi-Fi orqali boshqalarga nimalarni o'tkazib berishingiz mumkin, tez o'tkazardi, ya'ni Androidda. Vallohu alam iPhone'da ham bor edi, iOS'da. Biz uni o'zbekchalashtirib sharoiting yoqib tur deb nima qilardik, ya'ni nima deydi, hazillashardik. Share itni sharoit deb talaffuz qilardik. Yo'q, share it deb talaffuz qilinadigan ilova edi. Hozir bormi bilmadim. Allohu alam. Lekin share degani o'sha ulashmoq degani, tushunarli? Ulashmoq. Sharing ideas fikrlarni ulashish uchun deb aytadi. Ya'ni boshida tarjima qiladigan bo'lsak, these are important tools. Bular muhim instrumentlar. Nima uchun? Fikrlarni almashish uchun, bir-birini ulashish uchun, o'qish uchun va ish uchun. Muhim instrument ekan bular. Tushunarli? Ya'ni nimani aytayapti? Smartphone, kompyuter, internetlarni haqida gapiryapti. Muslims should also learn how to use them. Musulmonlar should nimadir qilish kerak deganda ishlatiladi, tushunarli? Should nimadir qilish kerak, ya'ni musulmonlar ham, also musulmonlar ham, ya'ni endi so'zga ketma-ketligini to'g'ri qiladigan bo'lsa, ularni qanday qilib ishlatishni, use degan so'zni boya o'rgandik. Ularni qanday qilib ishlatishni o'rganishlari kerak. Tushunarli? Learn nima degan ekan? Learn degani o'rganmoq. Yana qaytaraman. Ya'ni musulmonlar ham ularni qanday qilib ishlatishni o'rganishlari kerak bo'ldi. Tushunarli? Muslims should also learn how to use them. Ya'ni texnologiya haqida gap ketyapti. Kompyuter, telefon va internet haqida gap ketyapti. Xo'p, barakallohu fikum. Davom ettiramiz. This is called digital literacy. This is called degani buni nomi yoki bu falonchi deb nomlanadi deb aytilyapti. Tushunarli? This is called. Misol uchun qaranglar. This is called an iPhone. This is called an iPhone. This is called a pen. Mana bu ruchka deb nomlanadi deb aytaman. Tushunarli? This is called a pen. This is called a Muslim cap. Misol uchun. Barakallohu fikum. Tushunarli? This is called an iPad. This is called a light. Misol uchun. Tushunarli? Va hokazo ya'ni. Nimadir nomlanishini aytamiz. This is called bla 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 deb aytasiz. Barakallohu fikum. Xo'p, bu aytadi this is called digital literacy. Bu raqamli savodxonlik deb nomlanadi. Mana shu narsalarni bilish, mana shu telefon, kompyuter, internet va hokazolarni ishlatishni bilish, how to use, qanaqa ishlatishni bilish, bu raqamli savodxonlik deb nomlanadi deyapti. Mana knowing bilish, knowing how to use technology in a safe and smart way. Way degani yo'l degani. Ya'ni safe and smart degani safe degani xavfsiz degani. Tushunarli? Xavfsiz, safe. Xavfsiz. O'zani pul nimaga solib qo'yamiz? Nimani ichiga solamiz? Safe ichiga soladi-ku pulni. Nimaga safe deyiladi? Chunki bu xavfsiz joy pul solish uchun. O'shaning uchun safe and smart, ya'ni xavfsiz va aqlli yo'l deb tushunarli? Digital literacy nima degani ekan? Ya'ni raqamli savodxonlik bu texnologiyani xavfsiz va aqlli yo'lda qanday qilib ishlatishni bilish. O'zbek tili bilan ingliz tili tillarida so'zlarning joylashishi juda ham farqlanadi. O'shaning uchun ko'pincha orqadan boshlaymiz tarjimani. Tushunarli? Bu narsaga qanaqa qilib osonroq, tezroq ko'niksa bo'ladi? Ko'p ingliz tilida narsani eshitsanglar va mana shunaqa matn analizlarini, listeninglarni ko'p qilsanglar, bu narsa sizlarga уже degan so'z ishlatdim. Bu narsa sizlarga tez vaqt ichida inshaalloh Allohning izni bilan oddiy holda tuyulishi boshlaydi. Bu narsada qiynalmaysizlar inshaalloh, tushunarli? Xo'p, bu gap ham ketdi. A digitally literate
Qaranglar, mana shu so'zni ko'plar noto'g'ri o'qiydi. Literate deb o'qiydi. Yo'q, literate. Literate. Barakallohu fikum. Tushunarli? A digitally literate Muslim can write emails, search for Islamic knowledge online, join online classes and protect their personal information. Bu yerda mana can so'zi ishlatilyapti, e'tibor bergan bo'lsanglar. Can degan nimadir qila olmoq degani. Tushunarli? Masalan, I can swim. Man suzishni bilaman, suza olaman. I can drive. Man mashina hayda olaman. I can teach English. Man ingliz tilidan dars bera olaman. Va hokazo. Tushunarli? Bu yerda aytyapti a digitally literate Muslim. Ya'ni digitally literate degani raqamli savodxon musulmon, raqamli savodi bor musulmon, raqamli savodi bor degani, ya'ni shu texnologiyalarni ishlata oladigan musulmon can nimalar qila olar ekan? Nima qila olar ekan? Write emails. Emaillar yoza oladi. Write, iltimos mana shu so'zni write deb talaffuz qilmanglar. Write deb hech kim aytmaydi. Hech qaysi aksentda write deb aytmaydi. Write. O'zi W harfi hech qachon V tovushini bermaydi. Qaysi tovushni bermas ekan? V tovushini W harfi hech qachon bermaydi. V tovushini V harfi beradi. Tushunarli? W ni ko'rsanglar hech qachon V deb talaffuz qilmaydi. V bo'ladi. Write. Write emas. Write bo'ladi. Tushunarli? Nima ekan musulmon, ya'ni texnologiyani ishlatishni biladigan musulmon write emaillar yozishni biladi. Search for Islamic knowledge online. Islamic knowledge degani islomiy ilm. Search for nima degan ekan? Nimadir qidirish. Eslab qolinglar. Search so'zini ishlatayotganingizda nimani qidirayotganingizni ham aytayotgan bo'lsangiz for so'zini ishlatishingiz kerak. Masalan, I'm searching for my phone. Man telefonimni qidiryapman. Tushunarli? Search for something. Man telefonim. So I'm searching my phone desam to'g'ri emas. I'm searching for my phone. Tushunarli? Va hokazo, ya'ni. Xo'p, davom etamiz. Search so'zini o'zini ishlatsam bo'ladimi? Search so'zini o'zini ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana shuni ham aytib ketay. Qaranglar. Misol uchun I'm searching yoki aytaylik they're searching for my house yoki they're searching my house. Farqi bor mana shu ikkita gap. For siz ishlatishni sizlarga qanchalik muhimligini aytib qo'yib o'tdim. For bilan va for siz ishlatishni farqini. For bilan ishlatsanglar, searching for something desanglar, o'sha narsani qidiryapti. Tushunarli? Nimadir qidiryapti yoki kimdir qidiryapti. Misol uchun they're searching for you. Ular seni qidirishyapti. Endi they're searching your house desa, ular sizni uyingizni qidirmayapti. Uyingizni ichida nimadir qidiryapti degani. Tushunarli? Uyingizni tintuv qilyaptimi yoki uyingizda nimadir sitib chiqyaptimi, vohaga uyingizni ichini nimadir topishga harakat qilyapti uyingiz ichida. Tushunarli? Va hokazo. Searching your phone. Tushunarli? Telefoningiz ichidan nimadir qidiryapti. Va hokazo. Search o'zini farqini tushundinglar. Ya'ni mana musulmonlar nima qila olar ekan? Savodxon bo'lsa agar, raqamli savodxon, search for Islamic knowledge onlineda, internetda islomiy ilmni qidira oladi deyapti. Keyin join online classes. Join nima degani? Qo'shilmoq. Tushunarli? Join us nima degani? Kel bizga qo'shil, bizlar bilan o'tir. Join us misol uchun. Bu yerda join online classes. Online klasslarga, online darslarga qo'shila oladi. Misol uchun onlayn qanaqadir kursga yozildida, men tushunmayman-da, mana shu Zoomlarni nimadirlar, Telegram onlayn nimadirlar, men bilmayman shu narsani, tushunmayman-da, o'shaning uchun shu kurs ham ololmayman, tushunmayman. Deb o'tirmaydi musulmon, savodxon musulmon, ya'ni mana shu texnologiya ishlata oladigan musulmon bunaqa deb o'tirmaydi. Yo'q, bilaman men. Xo'p, nima ekan? Birinchi marta ko'rayotgan bo'lsam, bu programmani shunaqa kirib chiqish kerakligini tushunib, sirazi o'zi ishlatib keta oladi va shunaqa bo'lish kerak musulmonlar. Biz qolib ketmasligimiz kerak texnologiyada ham, boshqasida ham qolib ketmasligimiz kerak, barakallohu fikum. And protect their personal information. Ya'ni hali ham can shu so'zlarga bog'liq. Misol uchun digitally literate Muslim can protect their personal information bo'la oladi, ya'ni tushunarli? Can hozir mana shu can har bitta verbga, ya'ni fe'lga bog'liq. Mana can write, can search va can protect. Tushunarli? Can join ham bo'ladi ya'ni. Hammasiga bog'liq. Nimadir qila oladi. Har bittasini oldiga can deb o'tirish shart emas. Xo'p, protect nima degani? Protect degani himoya qilmoq. Their ularning personal degani shaxsiy. Nima degani ekan personal? Shaxsiy. Значит, information tushunarli, ma'lumot degan informatsiya. Значит,
Ular nima qila oladi? Email yoza oladi. Islomiy ilmni qidira oladi. Online internetda join online classes, online darslarga qo'shila oladi and protect their personal information va ularning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qila olishadi. Raqamli savodxon musulmon haqida gap ketyapti. Hammamiz shunaqa bo'lishimiz kerak. These skills, yana these so'zi kelyapti bizda bular degani-ya. Misol uchun oldingizda turgan narsa yoki hozir gapirilgan narsa haqida gapirayotganingizda bu yoki bular demoqchi bo'lsangiz, this birlikda, ko'plikda bo'lsa, bular bo'lsa these bo'ladi. Mana shu ko'plikdagi varianti. These. Birlikdagisi mana boya yozib berganimda this. These skills, skill nima degani edi? Skill degani mahorat. Tushunarli? Mahorat. Skill degani mahorat. Bitta narsani aytib qo'yaman, birodarlar, til ham mahorat hisoblanadi. Til hech qachon o'ylamanglarki, ma'lum bir grammatika qoidalarini yodlab oldim, so'zlarni o'rganib oldim, bo'ldi, men tilni bilaman deb o'ylamanglar. Yo'q, til vaqt davomida rivojlanadigan mahorat. Mahorat hech qachon nimadir yodlab olib rivojlanib qolmaydi. Mahorat o'sha narsani qayta qilgandan shakllanadigan narsa, tushunarli? Til ham bir qancha vaqt talab qiladi, o'sha narsani qayta eshitib, qayta praktika qilib, gapirib va hokazo qilganingizdan rivojlanadigan narsa mahorat. Tushunarli? Bir xilli 100% grammatikani hammasini o'tib chiqqandan keyin bo'ldi, men ingliz tilini bilaman deb o'ylaysiz. Yo'q, siz ingliz tilini bilmaysiz, mahoratini rivojlantirmaguningizgacha, o'ylamasdan turib ingliz tilida gapirish mahoratini rivojlantirmaguningizgacha, men misol uchun hozir o'zbek tilida gapiryapman, miyamda gapni tuzib olmanmi? Hozir mana shu gapni birinchi bam so'z eshitdim. Yo'q, unaqa qilayotganim yo'q, chunki Allohning izni bilan bu til meni o'zim ona tilim bo'lgani uchun yoshligimdan bu mahorat menga singib ketgan, gapirish. Tushunasizlarmi o'zbek tilida? Qayta eshitib turganim uchun, o'zbek tilini qayta eshitib turganim uchun mahorat o'z-o'zidan Allohning izi bilan shakllangan. Va masalan, men o'zbek tilini grammatikasini bilamanmi? Yo'q, grammatikasini endi bu farqlanadigan narsa emas, yoki o'zbek tili grammatikasini zo'r o'qib yormaganman. Aytmoqchimanki, til bu. Ya'ni grammatika tilning bir kichkina qismi. Til o'zi mahorat, avtomatika. Tushunarli? Avtomatika deganda, ya'ni bu avtomat emas, ya'ni siz o'ylamasdan turib shundoq gapira olish mahorati tilni eng asosiy mohiyati. Eshitganingizni tarjima qilmasdan turib tushuna olishingiz. Tushunarli? Mana shu mahorat hisoblanadi. Xo'p, skill so'zini o'rgandik. These skills, bu mahoratlar help yordam beradi. In both degani ikkalasi degani, ikkalasi. Bu ham degani. In both, ikkalasida, nimani ikkalasida? Din, ya'ni din degani bilamiz biz, din deymiz-ku, islom dini. Din, ingliz zabon, misol uchun amerikanskiy musulmon bo'lsa din desiz tushunadi, musulmon bo'lmasa katta ehtimol bilan tushunmaydi. Shuning uchun qiz ichidan religion deganman. Tushunarli? Religion degani din degani. Ya'ni bu mahoratlar ham dinda, ham va dunyoda ham yordam beradi. Dunyo deb aytsangiz, hozir aytganimdek, musulmon amerikanskiy, musulmon britanskiy, musulmon boshqa millat vakili bo'lsa tushunadi, dunyo desangiz, lekin agar musulmon bo'lmasa, katta ehtimol bilan tushunmaydi. Chunki worldly life siz tushunadi inshaalloh. Tushunarli? Ya'ni bu mahoratlar, kompyuter, telefon, internetni yaxshi tushunish, yaxshi ishlata olish, undan foydalana olish bizani ham dinimizda, ham dunyoviy hayotimizda yordam beradi deb aytadi. Barakallohu fikum. Tushunarli? Davom ettiramiz. Technology is a gift from Allah. Texnologiya is a gift. Gift deyapti. Bu yerda is mana present simple belgisini beryapti. Birodarlar, shu paytgacha o'zi present simple zamonini ishlatib keldik. Hammasida bundan vallohu alam oldin hech qaysi boshqa zamon ishlatilmadi. Hammasi present simple bo'ldi. Mana is bo'ldi, bu yerda ham, mana bu yerda ham is. Technology is a gift from Allah. A gift deyapti. Gift nima degani? Ne'mat degani. Tushunarli? Gift degani ne'mat degani. Yoki sovg'a desa ham bo'ladi misol uchun. Misol uchun, this is a gift from me to you. Desa, mana shu mendan senga sovg'a desangiz bo'ladi. Tushunarli? Ne'mat deb aytamiz. Bu mendan senga ne'mat deb aytmaymiz, to'g'rimi? Ya'ni bir nechta ma'nosi bor bu so'zni. Lekin ne'mat bilan sovg'ani ma'nosi o'zi bundan qarasa bir-biriga yaqin. Technology is a gift from Allah. Ya'ni texnologiya bu Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat, sovg'a bizga. That can be used for good. Qaysiki yaxshilik uchun, for good degani yaxshilik uchun degan ma'noda kelyapti. Bu yerda lekin yana boshqa ma'nosi ham bor. For good degani boshqa ma'nosi. Endi gap ichidagi
kontekstga qarab bu ma'noni sразу tushunib olasiz o'zingiz, darrov tushunib olasiz ko'rishingiz bilan. Ha, bu ma'noda kelyapti, bu yerda bunaqa kelyapti. Bu yerda mana for good deganda yaxshilik uchun degan ma'noli ko'rinib turibdi. Alloh, ya'ni texnologiya Alloh tomonidan berilgan, yaxshilik uchun ishlatish mumkin bo'lgan ne'mat deb aytiladi. Tushunarli? Lekin for good degan so'zni eslab qolgan bitta ma'nosi forever degan so'zning sinonim bo'ladi. Forever degani o'zbekchasiga har doim yo'q, har doim emas, навсегда, ya'ni butunlay. Tushunarli? Butunlay. Misol uchun I'm leaving this country for good. I'm leaving this country for good. Nima degani? Men bu davlatni butunlay tark qilyapman. Навсегда tark qilyapman. Bo'ldi, boshqa qaytib kelmayman bu yoqqa degan ma'noda, for good. Yoki I'm boycotting their products for good. Men butunlay har hozirdan boshlab o'lgunimgacha ularning produktini boykot qilaman, masalan, tushunarli? For good. For good degan so'z ichida bor, lekin yaxshi degan ma'no umuman yo'q bu yerda. Qarang. For good degani навсегда, butunlay, har doimga bo'ldi. Mana hozirdan boshlab butunlay degan ma'noni beradi, lekin bu yerda unaqa ma'noda kelmayapti. Просто bilib qo'yishingiz uchun shunchaki aytdim. Tushunarli? For good. Bu yerda yaxshilik uchun degan ma'noda kelyapti. Demak, texnologiya yaxshilik uchun ishlatilinishi mumkin bo'lgan, ishlatilina oladigan ma'noda kelyapti. Ishlatilina oladigan Allohdan bo'lgan ne'mat deb aytadi. Barakallohu fikum. Tushunarli? Muslims, musulmonlar can teach others about Islam. Musulmonlar mana can degan so'z ko'p keldi, nimadir qila olishar ekan. Nima qilishar ekan? Teach. O'rgata olishadi yoki dars bera olishadi others, boshqalarga about Islam. About nima degani edi? About degani haqida. Nima haqida ekan? Islom haqida. Musulmonlar islom haqida boshqalarga o'rgatisha oladi. Undan tashqari virgul kelyapti. Learn useful skills. Mana shu so'zlarni yodlab olinglar. Useful degani foydali degani. Useful so'zi o'zi foydali. Foydali so'z, yodlab olinglar. Useful nima degani ekan? Foydali degani. Xo'p, learn o'rganmoq, skill mahorat. Ya'ni o'rgana olishadi foydali mahoratlarni. Keyin or even yoki hatto run a halal business. Nima bo'lyapti bu yerda? Run. Yugurmoq degani-ku, biznesni yugurib yuradimi ichida? Ya'ni texnologiyalarni yaxshilikka ishlatish mumkin. Xo'p, tushundik buni. Musulmonlar boshqalarga islom o'rgatishi mumkin deb aytdik, yoki foydali mahoratlar o'rganishi mumkin deb aytdik, yoki hatto halol biznesda yugurishi mumkinmi? Yo'q. Yugurmoq degan ma'noda kelmayapti bu yerda. Run o'zi yugurmoq degani, bilasizlar. Lekin bu yerda biznes haqida, biznes bilan birga kelganda bu so'z yurg'azmoq degan ma'noda keladi. Tushunarli? Yurg'azmoq. Run a business degani biznes yurg'izmoq degani. O'zimizda ham shu yurg'izish degan so'zni ishlatamiz-ku. Bir-biriga o'xshaydi. Значит, hatto ular online yoki online bo'lmasa ham boshqa offline halol biznes yurg'izishligisi mumkin texnologiyalardan foydalangan holda. All with the help of digital tools. Bularning hammasi digital bo'yatdi-ku, raqamlik tool etdik boya, instrumentlarni yordami bilan deb aytadi. Ya'ni mana shuni hammasi all with degani bilan, uni yordami bilan bo'ldi. Help with the help degani yordam bilan. Of nimaning yordam bilan? Raqamli instrumentlarni yordam bilan mana shuni hammasini qilish mumkin. Albatta Allohning izni bilan. Bular hammasi bo'lsa, lekin Alloh bunga izn bermasa, hech qaysi yordam bera olmaydi. Halol biznes yuritishga ham, ilm tarqatishga yoki ilm olishga yoki foydali mahorat olish hamma narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Birodarlar, barakallohu fikum. Xo'p, lekin but o'qilmas ekan, but emas, but if a Muslim does not know basic things about technology, like how to open an email or use a document, this is not something praiseworthy. Bir qancha foydali so'zlar bor. But lekin agar a Muslim, musulmon, bitta musulmon, degani bitta ma'no beradi. O'zi artikel one so'zdan olingan. Buni beginner challenge kurslarimizda barakallohu fikum o'tganmiz. But if a Muslim does not know, lekin agar musulmon bilmasa, does not know, bitta musulmon haqida gapirayotgan uchun present simple da does not, doesn't.
don't bo'lmaydi. Chunki uchinchi shaxs birlik haqida gap ketyapti. Muslim. Bitta musulmon. Doesn't know. Mana bu know, know o'qilmas ekan, iltimos, know o'qimaymiz bu so'zni. Know, bilmoq. Now emas. Now mana bu, now. Mana ham now o'qiladi. Mana bu know. Tushunarli? Know, bilmoq. Basic things degani eng fundamental, eng bazaviy narsalarni. Tushunarli? Va lekin agar deb aytdim, mana shu yoqqa tarjima qilaylik. About ma degani edi? Haqida texnology. Lekin agar bitta musulmon texnologiya haqida bazaviy narsalarni bilmasa deb aytibdi. Bilmasa, like. Bu yerda like o'zi like nima degani edi? Yoqtirmoq, ha? Like. Misol uchun I like ice cream. Menga morojniy yoqadi. Muzqaymoq yoqadi. Yoki I like videography. Menga videografiya yoqadi. I like English va hokazo. Lekin bu yerda birodarlar yoqtirmoq ma'nosi kelmayapti. Bu yerda ga o'xshagan degan ma'noda kelyapti. Ga o'xshagan. Masalan, how to open an email. How to open an email. Masalan, lekin agar musulmon texnologiya haqida ba'zi narsalarni bilmasa, email ochishga o'xshagan, email qanaqa qilib ochishga o'xshagan yoki dokumentni ishlatishga o'xshagan, tushunarli? Hammasi shunga bog'liq bo'lyapti. Dokument ishlatishga o'xshagan. This is not something praiseworthy. Bu deyapti. Bu maqtovga loyiq narsa emas deb aytadi. Tushunarli? Praiseworthy nima degan ekan? Maqtovga loyiq. Qanaqa o'qilar ekan? Praiseworthy. Praise degani maqtov, worthy degan loyiq. Praiseworthy maqtovga loyiq. Tushunarli? Birga yoziladi. Praiseworthy. Bu narsa maqtovga loyiq narsa emas. Musulmon agar oddiy texnologiyani ishlatishni bilmasa, qimmat telefon berib qo'yish kimdir so'q qildi. Men tushunmayman bu qayerdan blokini qayerdan ochadi, nima bu knopkalari qani buni, bu maqtanadigan yoki faxrlanadigan narsa emas. Voy bu shunchalik sodda ekanki, telefonni tushunmayapti bu. Yo'q, musulmon tushunish kerak bu narsani. Bilish kerak. O'rganishimiz kerak. Bu narsa chunki hozirgi yashayotgan zamonimizdagi eng bazaviy narsalar bizani ilm tarqatishimizga, ilm olishimizga, ishimizni yurgizishimizga, hamma narsaga bog'liq bo'lgan narsalar. Musulmon odam bu narsadan qolib ketishi faxrlanadigan narsa emas. Tushunarli, birodarlar? Nimaga men unaqa deyapman? Chunki hozir shunaqa nima deydi? Fikrlash tarqalib ketib qolganki, musulmonlar qoloqroq degan ma'noda. Ya'ni musulmon agar ozgina dinidan xabar olishni boshlasa, bo'ldi, tarki dunyo qiladi, g'orga kirib yashaydi, hech narsa o'rganmaydi, dunyoga hissa qo'shadigan, dunyoviy ilmga hissa qo'shadigan odam bo'lmaydi bu. Bo'l, din bilan shuna bo'l. Hech qachon dunyoga qaram. Yo'q, unaqa emas musulmon. Musulmon dinni o'rganyaptimi? Diniga, dunyosiga ham qarab qo'yadi. Dunyosiga ham e'tibor beradi. Ya'ni tushunarli? Ya'ni bu narsalar eng bazaviy narsalar. Tushunasizlar? Bazaviy narsalar. Aytdik-ku, basic things dedik-ku. Basic things. Bazaviy narsalarni musulmon bilish kerak. Hech kim aytmayapti, raketa yasashni o'rganish kerak musulmon deb. Hamma musulmon. Men hozir aytayotgansa, barcha musulmonlarga tegishli bo'lgan narsalar haqida gapiryapmanki, ya'ni mana shu narsadan xabardor bo'lib qo'yishimiz kerak. Hozir juda ko'p yoshlar email ochishni bilmaydi. Emailingni ber, men senga shu narsani tashlab qo'yaman desa, yo'q, men qanaqa ochishni bilmayman, email nima edi? Yo'q, unaqa bo'lmasligi kerak musulmon. Musulmon eng bazaviy mana shu texnologiya haqidagi narsalardan xabardor bo'lish kerak, birodarlar. Barakalloh. Tushunarli? Birinchidan o'zimiz uyalib qolamiz boshqalar oldida. Ikkinchidan bu narsadan foydalana olmay qolamiz, o'zimizni manfaatimiz uchun ishlata olmay qolamiz bu narsalarni. Barakalloh. Agar bu narsalarni tushunmasak, ishlata olmasak. Xo'p. Ketdik keyingisi. Praiseworthy. In today's world, mana bugungi dunyoda yoki bugunning dunyosida, agar so'zma-so'z tarjima qilgan bo'lsak, bugunning dunyosida deb tarjima qilinadiki, lekin biz o'zbekchaga aytgan bugungi dunyoda we must not fall behind. Mana yaxshi so'z, qaranglar, fall behind. Fall behind degani qolib ketmoq degani. Boshqalar oldinga o'tib ketyapti, siz qolib ketyapsiz degani. Fall behind. Tushunarli? Fall behind. Hop. We must not fall behind. Qaranglar, must not deb aytyapti. Must not nima degani? Must not degani mana shunaqa qilinmasligi kerak, qilmaslik kerak, mumkin emas yoki degan. Tushunarli? Bizni orqada qolib ketishimiz mumkin emas.
Tushunarli? Orqada qolib ketishimiz mumkin emas. Bugungi dunyoda biza, ya'ni musulmonlar orqada qolib ketishimiz mumkin emas. Rivojlanishimiz kerak biza ham. Using technology with hikma. Albatta boyagi dunyo yoki din degan so'zga o'xshagan so'z bu ham. Agar musulmonga aytsangiz tushunadi, agar musulmon bo'lmagan odamga aytsangiz tushunmaydi. Shuning uchun ingliz tiliga aytib qo'ygan wisdom. Hikmat bilan ishlatishni bilishimiz kerak biz texnologiyani hozir, tushunarli? Ya'ni using technology with hikma helps us protect ourselves from harm. O'zi harom ham harm o'zi. Ya'ni umumiy ma'noda aytyapman. And use our time well. Harm degani zararli degani, tushunarli? Nimaga men o'zi o'sha narsa dedim? Chunki harom narsalar bizga zararli bo'ladi o'zi. Xo'p, texnologiyani hikmat bilan ishlatish deyapti. Using technology with hikma yoki wisdom desangiz ham bo'ladi. Helps us, bizga yordam beradi. Nima qilishga yordam beradi? Protect ourselves from harm. Zarardan o'zimizni saqlashga yordam beradi, himoya qilishga yordam beradi. Allohning izni bilan. And use our time well. Va vaqtimizni yaxshi ishlatishga yordam beradi. Nima yordam beradi? Texnologiyani hikmat bilan ishlatish. Tushunarli? Ozgina qoldi birodarlar. Oxirigacha chidab berasiz degan umiddaman. Digital skills are now a need. Mana boya aytdik, digital nima degani edi? Raqamli degani edi. Texnologiyaga tegishli narsalarni digital deymiz. Telefonmi, kompyutermi, internetmi va hokazo raqamli narsalar. Xo'p, digital skills, raqamli mahoratlar are now a need. Hozir deyapti, ular ehtiyoj bu deyapti. Bizning ehtiyojimiz ular deyapti. Tushunarli? Raqamli mahoratlarga hozir bizning ehtiyojimiz bor. Not just a choice. Faqatgina tanlov emas. Ya'ni yaqin orada, misol nechidir 10 yillardan oldin mana shu narsani tushunadigan odamlar, ya'ni faqatgina mutaxassislar bo'lgan. Oddiy odamlar, aksar odamlar bu narsani tushunmasa ham, mayli, tushunmasa ham mayli. Tushunsa lekin yaxshi degan narsa edi. Lekin hozir unaqa emas. Hozir hamma tushunishi kerak bu narsani. Chunki tarqalib ketdi bu narsa, tushunarli? Hammamiz mana shunaqa texnologiyani ishlatishni hech bo'lmasa ba'zasini bilib olishimiz shart. O'zimiz uyalib qolmasligimiz uchun, musulmonni uyaltirib qo'ymaslik uchun, mana shu narsadan foydalanishimiz uchun, din va dunyoyimiz uchun. When Muslims use technology with purpose and care, ya'ni qachonki musulmonlar texnologiyani ishlatadi maqsad va ehtiyotkorlik bilan, care, ya'ni carefully, ehtiyotkorlik bilan, they become stronger, ular kuchliroq bo'lishadi, and more helpful va yordamchiroq bo'lishadi kimga? To the ummatga, ya'ni ummatga foydaliroq bo'lishadi. Helpful, ya'ni yordamchiroq yoki foydaliroq bo'lishadi. Tushunarli? Mana digital skills are now a need. Raqamli mahoratlar hozir muhtojmiz, ya'ni u narsalarga. Ehtiyoj bu deyapti. Faqatgina tanlov emas. Mayli, o'rganib qo'ya qoling, mayli. Degan narsani o'rganishim shart degan narsa. Tushunarli? When Muslims use technology with purpose degani maqsad degani. Maqsad va ehtiyotkorlik bilan ishlatsa, deyapti, ular kuchliroq bo'ladi, kuchli bo'lishadi va ummatga foydaliroq bo'lishadi. Hammamiz ummatga foydali bo'lishni xohlaymiz, to'g'rimi? Barakallohu fikum. Xo'p, mana shu bugungi bizning matnimiz edi, birodarlar. Hammangizga foydali bo'ldi degan umiddaman va albatta sizlardan iltimos qilgan bo'lardimki, bu rubrikamizni, ya'ni mana shu matn analizini, matn tahlilini rivojlantirishimiz uchun, foydaliroq qilishimiz uchun nima qilaylik, o'zi sizlarga foydali bo'lyaptimi, qanchalik foyda bo'lyapti, shuni kommentariyada yozinglar va boshqa birodarlar bilan ulashib qo'ysanglar ham bizga katta yordam bergan bo'lar edingiz. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.